Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizda Naruto'ni 322-qismi 322-qismini tomosha qilamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Animelarni o'tkazib yubormaysiz. Unda qani ketdik. O'z taqdim etadi. Jallod, bunaqa jang qila olmayman. Nimagadir soxtalarni ajrata olmayapman. Shino, qaytib keldingmi? Xo'p. Ehtiyot bo'l. Dushman qaysi tarafdan hujum qilishini bila olmayapman. Demak, ulardan biri u yoqda bo'lgan. La'nat. Bekugan. Ishlar yomon. Chakrasi orqali ularni ajrata olmayapman. Sen ham soxtamisan? Bas qil. Soxta emasman. O'zimiznikilarni umuman ajratib bo'lmayapti-yu. Nima bo'lganda ham aylanadan chiqmaylar. Kim doiradan chiqsa, qiyofa o'zgartirgan soxta hisoblanadi. Cho'zi, bu ahvolda qanaqa qilib jang qilamiz? Bilaman, bu bizaga vaqtdan yutishga yordam beradi. Vaqtdan? Nimaga? Hamma tushundimi? Hech kim joyidan qimirlamasin. Bo'lmasa kim soxtaligini ajrata olmaymiz. Qayd etilgan Shinobilar yana paydo bo'lish ehtimoli bor. Doiradan chiqqan dushman hisoblanadi. Qimirlamanglar. Buni tezroq hal qilmasak, qurbonlar soni ortib boraveradi. Kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Lava unsuri. Eritish jutsusi. Ularni oxiri yo'q-ku. Nimadir qilishimiz kerak. Li, o'zingni xatarga qo'yma. Geht's doch. Yevoneyni selleme. Vahimaga berilmasin, o'rab olinsin. Yangi dushmanni aniqladim. Ular kamchilik, lekin chakrasi tushunarsiz ekan. Axir bu Madara. Nima deding? Madara boshchiligidagi bo'linma yaqinlashyapti. Kim bilanligini aniq olaysanmi? Madara. Bu chakra. 4-chi Mizukageniki. Bu o'sha sobiq Jinchurikimi? Shak shubhasiz. Qolganlar ham Jinchuriki. 7ta jangchilik. Unda shunaqa jangchilar bor deb kim ham o'ylabdi? Naruto. Voy, Qayerda? Tabiiy. Dünya kalmışında değil, dolaşıyor kasa. Dünya kasasında. 321-qism. Yordamchi kuch yetib keldi. 321-qism. Oxiri yetib oldim-ku. Kech qolding. Qayerlarda yurganding? Choptirib kelyapman-ku. Shunaqa ham siho bo'ladimi? Yana boshqa muammolar chiqib qoldi. Har qalay, sana nusxalaring bilan uchrashib kelyapman. Boshqa nusxalaringga nima bo'ldi? Ular jang maydonining har bitta nuqtasiga yetib borishgan bo'lishi kerak. Soxtalarni aniq topamiz.
Sichqonlarni ko'tiga cho'mib tiqamiz. Ko'migan. Tezlashish kerak, Ko'migan. Daddabayo. Daddabayo. Shikamaru, bu yoqda yana qancha turishimiz kerak? Anu bahaybat qaytib kelsa, bizda muammo bo'lishi aniq. Biz Narutoni kutishga majburmiz. Ungacha aylanadan chiqishi xayoliylik ham keltirmaylar. Agar chiqsanglar, dushmanimiz bo'lasizlar. Biz shunchaki bir-birimiz haqimizda nima bilishimizni aniqlasak bo'lgani. Bu ish bermaydi. Buni qo'llab ko'rganlar ham bor. Taxmin qilib berilgan javoblar to'g'ri chiqqanlari ham bor. Jonga tegdi. Tushunib turibman. Lekin chidashga to'g'ri keladi. Ha, to'g'ri tushunaman. Naruto. Klon. Va nihoyat yetib keldim. Navaki? Navaki. Keldingmi? Va nihoyat. U juda ham tez yetib keldi. Naruto! Naruto? Qirt Navakining o'zinasi. Genshda bu haqida xabar bergandi. Ko'rib turganimdan juda xursandman. Navaki yushqat. Janob Raykage bunga ruxsat berganiga hayron qoldim. Aha, Tsunade xoli ham ruxsat olishda yordam berdilar, Daddabayo. Tsunade shu bolani yubordimi? Lekin bu kim o'zi? Uning ichiga 9 dum muhrlangan. Aniqroq qilib aytganda, u Jinchuriki. Shu bolakaymi? Bu meni ahmoq sinfdoshim Naruto. U yoshligidan kelajakda men Hokage bo'laman deb uqtiradi. Ahmoq sinfdosh, o'zingga qarab gapir. Jang maydonidagi hamma soxtalarni o'zim topaman. Hozirgi ko'rinishidan yoshligida qilgan orzulari shunchaki quruq gap emasligi bilinib turibdi. Tsunade xonim unga hamma narsani tikdi. Naruto. Demak, hali Navaki va menga o'xshaganlar bor ekanda. Endi hammamiz birgalashib soxtalarni yo'q qilamiz. Ha! Aha. San birinchi qatordagi. San va uni atrofida turganlarning hammasi haqiqiy. Naruto ruxsat bergan ekan, aylanadan chiqishingiz mumkin. Zetsu topdik. Qolganlar ruxsatsiz, aylanadan chiqmasin. Qani olg'a. To'xta, yaqinlashma. Yordam bering. Yaqinlashmaylar. Nima bo'ldi? Uni hali saqlab qolsa bo'ladi. Tibbiy yordam ko'rsating. Orqaga. Yaqinlashma dedim-ku. Sizlarni o'z savdoshimiz ekaninglarni qayoqdan bilamiz? Yordam ko'rsatilmasa, u o'lib qoladi. Iltimos qilaman, yordam beringlar. Umr yo'ldoshim qo'limda o'lishiga yo'l qo'ymanglar. Oy, nimalar qo'ysan? Agar menga ishonmasanglar, o'zimni o'ldiraman. Faqat iltimos, erimni qutqaringlar. Qani to'xta. Orqamdan yuring. Mumkin emas, Agar u o'zimizniki bo'lsa, unga yordam berishim kerak. Lekin bu Rahmat. Zetsu. Sakura! Tuzumisan, Sakura-chan. Naruto. Hammasi zo'rga o'xshaydi. Yumshoq musht. Qiyofasini o'zgartirgan ekan. Hinatani tuzoqqa tushirishdi. Neji! Yo'q, ulgura olmayapman. Hinata! U qiyofasini o'zgartirgan ekanmi? Navbatdagisi! Chap tarafda ikkitasi. Tushunarli. Bo'lishi mumkin emas. Neji, men qayoqsan? Bu tarafga. Kechirasan, kech qoldim. Naruto-kun. Nega
Bu Naruto'mi? Hidi ham ancha o'zgaribdi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Hinata, tuzukmisan? Chaqiruv jutsusi. Rot. Birdan chaqiruv. Suka. Musika choti. Kim bu? Va nihoyat Nagato buni qila oladigan darajaga yetibdi. Seni chaqiraman deb o'ylamagandi. Xotiram pand bermayotgan bo'lsa, tiril-tirish jutsu egasi urushda o'zini boshqacha his qiladi. Seni ko'raman deb xayolimga ham kelmagandi. Tiril-tirish dedingmi? Bu darveshni qayta tug'ilish jutsusi emasmi? Nimaga Naruto kelayotganligi haqida xabar berishmadi? Kimni tiriltirdi tushunma. Axir u hozirgina keldi-ku. Uni kelganini ko'rdim, lekin jang qilayotganim sabab xabar bera olmadim. Narutoning hidi o'zgaribdi. Uni sezmay qoldim. Lekin seni ko'rish radiusing menikidan kuchliroq edi. U boshqacha ko'rinyapti. Bu uni o'zini chakrasi. Unda ne ko'layapsan? Uni o'z holiga qo'ysang-chi. Rostdan ham Narutomisan? Og'zetsu emassan deb umid qilaman. Men Narutoman dattabayo. Naruto kloni. Bu Naruto. Uni qarashidan bilib turibman. Hinata. Ha, yana. U meni qutqarib qoldi. U meni ham qutqardi. Sen qatdan kelib qolding? Yaqindagina seni nusxangni ko'rgandim. Men haqiqiysiman. Keyin men Naruto bilan birga keldim. Kechirasan Naruto. Hamma senga gumon bilan qarayapti. Men bu yoqda ekanman. Og'zetsulardan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Hamma soxtalarni topaman. Yaxshi Naruto, seni yangi hidingni eslab qoldim. Men esa chakrani. Lekin hid bilan chakrani eslab qolganinglarni foydasi yo'q. Zetsuli ularni ham nusxala oladi. Mayli, xavotir olmanglar. Ularni o'ldirganimdan keyin daraxtga aylanib qolishdi. Shu holatimda ekanman. Ularni g'azabini tez payqa olaman. Kim soxta bo'lsa, ajrata olaman. Qani ketdi, do'stlar? Biz himoya qilishimiz kerak bo'lganlar. Yana bizni himoya qilishyapti. Qani ketdi, do'stlar? Let's go. Biz himoya qilishimiz kerak bo'lganlar. Yana bizni himoya qilishyapti. Mendan hech qanaqa foyda yo'q. Hinata, xafa bo'lma. Meni 2 marta qutqarib qolgansan. Xatarda qolishingga yo'l qo'ya olmayman. Man hali hech narsa demadim. Buni qarashlaringdan bilib turibman. Bular bo'lmas narsalarni o'ylayurma. Sen juda ham kuchlisan. Yaqinlashma. Ketdi. Qaysi biri so'qdi? Boltani o'shab turgani. Yaxshi, ana unisi ham. Rahmat. Naruto. Qani to'xtachi. Rock Lee. Yaxshi. Mesh.
Shular Ular qo'zg'ay. o'ltirolmay ketdi. Muhrlash jo'zosi, pinhona yuruvchi yo'lbars. Tez muhorlangan bir yildan beri muhorlanadi. Yaxshi, yana 3 tasi qoldi. Uzunmisan, say? Ha, hammasi yaxshi. Bezovta bo'lma, shunchaki yo'lbarschi zo'r. Seni o'zim himoya qilaman. Yüz soch. Mana dushmanlarimiz yordamchi kuchi. Juda ham ko'pchilik-ku. Ular oqli ekan. Chakrani nusxalab oladiganlar shularmi deyman? Holatimiz og'irlashib boryapti. Bizani yordamchi kucham yetib keldi. Aniqrog'i faqat bitta jangchi. Naruto, soyali nusxalar jutosini qo'lla. Hozirgi vaqtda buni qo'lla olmayman. Bu safar sifat bilan yutamiz, hisoblanamas. Xo'sh endi. Hamma narsa o'zgaryapti. Kimimaro? Buni faqat seni ko'rganimdagina amin bo'ldim. Babushka Faqat bo'yinga cho'zilmabsan, ancha kuchga to'libsan. Paxan keldi. Plus qarazaytso. Sal oshirib bordim shekilli. Nima bo'ldi? Shoshqaloq bo'lgani uchun har doimgidek qo'l qilib qo'ydi. Shunga o'xshaydi. Qo'yil rostdan o'sha bo'lami? Ha, xuddi o'zi. Naruto hamma jang maydonlariga yetib bordi. Yaxshi. Naruto 4-bo'linmaga yetib keldi. Sobiq bo'lgan qum, chaqmoq, suv va yer kagelarni to'rtalovining muhrlab bo'ldik. Bu yog'iga endi nima qilamiz, qariya? Men Tsuchikageman dedim-ku. Bizni boshqa bo'linmalar bilan birlashishimiz kerak. Raikage. Bizning dushmanlarimiz qaytarilgan shinobilar emas, bu Madara. Madara. Bo'lmagunicha bu urush tugamaydi. Maqsadimiz Madarani yo'q qilish. Ha, Bi bilan ikkalamiz uni oldiga ketayotgandik. O'tga! Birinchi va ikkinchi bo'linmalar birlashib, barcha dushmanlarni aniqlashdi. Yer unsuri! Yerimizni yerda Ustunlik ular tomonda. Zetso o'ldiribdi. Bu qanaqasi? Kechirasan, semiz qosh. Semiz qosh. Rockli. 3-bo'linmani ham qo'li baland keldi. Gaysensi. Raftan shuriken. Judayam Bahaybat bu. to'rtinchi bo'linma ham dushmanni yetishlatdi. Mana o. Tibbiyot bo'linmadigilar ham qalbaki nusxalarni daf qilishdi. Muhabbat. Ana endi o'rin almashdik. Ustunlik bizni qo'limizda. Ko'rdingizmi? Ko'rlikni Raikage. Endi qo'lida bir qancha jinchurikilari bo'lgan Madarani to'xtatishimiz kerak. Barcha jangovar kuchlarni yig'ib, unga halokatli zarba beramiz. Uni to'xtatish oson biling. Shoshmay turinglar. Nima bo'ldi? 4-bo'linmaning yonida xavfli dushman paydo bo'ldi. Lekin bu qanaqa chakra bo'ldi? Kim ekan? Bu nima o'zi? Nimanidir sezyapsanmi? Qara tepada. Ko'rmasizlar qaranglar. Bu kim? Ye. Bu ikkinchi Tsuchikage. Ikkinchisi Uni Tsuchikage. muhrlagansan deb o'ylagandim. U shu holatda ham bo'linish jutosini qo'llabdimi? Bildi. Janob Mu o'z tanasini bo'lib, o'zidan nusxa yarata olardi. Yo'q, nusxalash emas. Aniqrog'i tanasini ikkiga bo'la olardi. Shu bilan birga kuchi ham teng o'rtadan bo'linardi. Lekin bu u emas-ku. U yo'da yana kimdir bor. Nima? Qaranglar, yana bittasi bor ekan. Kim ekan bu? Axir bu Ye. kim u? Kim bu? Ko'rinish berdingmi? Kim bu? Uchiha. Madara.
Uchiha Madara. Kim bo'ldi bu Madara? Niqobli odam. Bu umi? Niqobsiz shunaqa ko'rinarkan-de. Avvalgidek, xuddi ikki tomchi suvdek. Nima bo'lyapti o'zi? Ya'ni uni ko'zlariga bir qara. U qayta tirilgan. Tiriltirish jutsusi o'liklarni yana hayotga qaytaradi. Qayta tirilgan Madara. Demak, u o'lgan. Bir daqiqa. Men Madarani harakatlari haqidagi hisobotni ko'rganman. Jinchuriklar umuman boshqa yo'nalishda. Lekin bu aniq Uchiha Madara. U bilan yosh Niqobli odam kim ekan bo'lmasa? ligimda birga jang qilganman. Unda niqob ostidagisi kim ekan? Kim ekanmi bilmayman. Bular qiziq joyga tugadi. Davomi bor Play Market Web Store'dagi animani o'zinglar uchun o'zbek tiliga o'girdi va nihoyat Madara chiqdi. Endi 6555 deganda yorib tashlaydi, hamma cho'chiradi, butun shinobi olamini yoporadi, yeb qo'yadi dedi-yu. Mana endi qiziqarli joylarga kelyapti. Butun boshli hozir armiyani shunaqangi qirib tashlaydi, sevichkada chiqib boradi. Bari gogir cho'pa demda yo'q boradi. Keyingi qismda nima bo'ladi? Demak, ko'rib turganimiz haqiqiy Madara bo'lsa, ana unisi soxta ekan-de. Shunga o'xshaydi. Bu nima o'zi? Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lyapti? Bunaqa ninjutsular mavjudmi o'zi? Biz chekina olmaymiz. Unga tishimiz o'tmaydi. Naruto Shippuden keyingi qismida Uchiha Madara. Kimsan Uchiha Madara? O'zlar kuchimi? Barchang yo'q bo'ldi. Xo'sh, bugungi videorolikni shu yerga yakunlaymiz. Naruto Bo'ron yilnomalari 321-qismda tomosha qildik. Haqiqiy Madara tirilibdi. Endi esa niqobli odam qolgan. Niqobli odam kim ekan endi? Kim bo'lishi mumkin? Animelar o'tkazib bo'lmaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videorolik va reaksiyalargacha ko'rishguncha.